Ya'ni bir xil jinsli vakillarni bir-biriga ko'ngil qo'yishi yoki bir-biri bilan oila qurishi yoki bir-biri bilan munosabatlarga kirishishi. Lekin bu narsaga men shunchaki 8 oy birga bo'ldik, birga yurdik, birga yotdik. qo'l siltab ketolmasligimni va buni aynan o'zgartirish kerakligini, jiddiy ekanligini, bu narsani tushunishga va bu narsani ishlashga qaror qildim. Ular bolalaridan gomoseksualligini eshitib qoladi, qanaqadir yomon tushkunlikka tushib qoladi. Aytadigan narsam, hech qachon farzandingizga otasini yomonlamang. Sizga qanchalik yomonlik qilgan bo'lsa ham. Assalomu alaykum qadrlilarim. Hammalarni yana ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga ozgina noodatiy mavzu bilan chiqishga qaror qildim. Ko'pchilik chetlab o'tadigan, lekin o'zini o'rniga ega bo'lgan bir mavzu. Yoshlardagi seksual orientatsiya. Men bundan 2 yil oldin bu haqda Telegram kanalimda efir qilganimda juda ham ko'pchilikka ta'sir qilgandi. Juda ham kerakli mavzu bo'libdi. E'tiborimizdan chetda qoldirgan narsalarni olib chiqibsiz deb rahmatlar aytishgandi. Juda ko'p ota-onalarni ozgina diqqatini jamlashga, farzandlariga e'tiborli bo'lishga ham undagan mavzu edi. Buni olib chiqishimdan maqsad va umuman nima uchun buni olib chiqishga qaror qildim? Sababi men har doim o'zimdan o'tkazgan, tajribaga asoslangan va natija beradigan bilimlarni berishga odatlanganimni meni kuzatuvchilarim yaxshi bilishadi. Va aynan shu mavzu bilan to'qnash kelganimda buni qanchalik jiddiy ekanligini, qanchalik bunga e'tibor qaratishimiz kerakligini va har doim ham umuman iloji yo'q degan narsa aslida ham unday emasligini o'zimiz uchun, atrofimizdagilar uchun isbotlashimiz uchun ham kerakligini tushunib yetdim. Ya'ni umuman seksual orientatsiya o'zi nima? Gender tenglik degan narsa bor bugungi kunda. Orientatsiya degani, ya'ni tanlov degani, yo'nalish degani. Masalan, jinsiy munosabatdagi tanlovlar norma holatidagi, ya'ni juft bo'lib yashash erkak ayolni tanlaydi, ayol erkakni tanlaydi. Lekin sir emas, hayotimizda uchrab turadigan narsa, ya'ni gomoseksualizm. Ya'ni bir xil jinsli vakillarni bir-biriga ko'ngil qo'yishi yoki bir-biri bilan oila qurishi yoki bir-biri bilan munosabatlarga kirishishi. Bugungi kunda juda ham bu narsa aslida avjiga chiqqan, lekin juda ham ustamonlik bilan yopishga harakat qiladigan bir holatlar. O'zi aslida bu qayerdan kelib chiqadi? Men bu yo'nalishda to'g'risini aytaman, ishlashni xohlamaganman. Bu narsaga kirishni ham xohlamaganman. Lekin konsultatsiyamga aynan shunaqangi muammo bilan kelgan bir bolani hayoti meni butunlay bu narsaga boshqacha qarashimga va buni yechimini berishimiz kerakligini o'zimga qanchalik muhimligini isbotlashga harakat qildim va Allohga behisob shukr, yechimini ham berdik. Kimdir aytadi, ya'ni aynan seksologlarning fikricha, har bir inson biseksual bo'lib dunyoga keladi. Ya'ni qaysidir davrgacha faqatgina onani yaxshi ko'radi, ham o'g'il ham qiz, keyin otaga mehr beradi, qizlar otaga ko'proq, yigitlar onaga ko'proq bog'lanishlar bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Ya'ni противоположный pol, ya'ni bir-biriga qarama-qarshi jins vakillari. Lekin har doim ham shunaqa bo'lib qolmaydi. Ya'ni kimdir otadan, kimdir onadan uzila olmay qolishi mumkin. Mana shunaqa paytda har xil holatlar yuzaga keladi. Seksolog psixoterapevtlarning fikricha buni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgartirishga harakat qilish ham kerak emas, chunki hammani boricha qabul qilish degan narsa bor. Men o'zim ham har doim aytaman, hammani boricha qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Bizni qabul qilishlarini xohlayapmizmi? Boshqalarni ham boricha qabul qilishni o'rganishimiz kerak deb ko'p aytaman. Lekin bu narsaga men shunchaki qo'l siltab ketolmasligimni va buni aynan o'zgartirish kerakligini, jiddiy ekanligini, bu narsani tushunishga va bu narsani ustida ishlashga qaror qildim. Birinchi o'rinda dinimizga qarshi narsa. Ya'ni juft bo'lib yashash bu bizga berilgan farz. Ya'ni ayol, erkak juft bo'lib yashab o'zidan nasl qoldirish. Ya'ni oxirat kuyib ketadi degan narsani hammamiz bilamiz. Bu narsa umuman yoqilmaydigan bir gunoh hisoblanadi. Ikkinchidan, oilani zurriyoti bo'lib turgan yigit, masalan,
o'zidan avlod qoldirmasligi va o'zini oilasini avlodini davom ettira olmasligini tushunish. Ya'ni oila tugayapti o'sha joyda. Yana bir holat, bu narsa qachongacha davom etadi va bu nosog'lomlik, bu holatni jamiyatda qabul qilinmaslik holatini qanchagacha davom etishi mumkin va juda ko'p holatlarda suitsid bilan ham yakunlanadi. Qanchalik kasalni yopmay ismi uni oshkor qiladi deyshadi. Xuddi shunaqa holat aynan mani mijozimda ham bo'lgan. 18 yoshli yigit o'zini ya'ni bemalol tan oladigan darajada Bitta bola topdim. U bola bilan 8 oy отношения qurdik. То есть 8 oy birga bo'ldik, birga yurdik, birga yotdik, birga turdik. konsultatsiyamga kelganda men to'g'risi endi bu yoshda переходной возрастda juda ham ko'p bolalarda, qizlarda ozgina jizakilik, ota-ona bilan chiqisha olmaslik yoki tengdoshlar bilan chiqisha olmaslik muammosi bilan murojaat qilgan deb o'ylagan. Chunki onasi yozdirgandi menga konsultatsiyaga va kelganda qaysidir ma'noda faxrlanish, qaysidir ma'noda bir kulgiga yo'yish, yengil qarash bilan o'zini tanishtirdi. Ya'ni men shunaqa seksual orientatsiyasi noto'g'ri yigitman. Qisqa qilib aytganda geyman dedi. Va shu o'rinda ozgina bir gangib qolish bo'ldi menda, chunki men kutmagan holat edi. Eshitganman albatta bu narsalarni, qanaqa jarayonligini ham bilaman. Lekin men konsultatsiyamga bunaqa bola kelganda hayron bo'ldim va u juda ham bir skeptik qaradi. Давай dedi bu yo'ldan chiq dedi. Bu chiqolmayman, buni iloji yo'q. Chunki bu уже kirgan narsa уже qon bilan chiqadi deb gapirdi. Sen harakat qilib ko'rchi dedi. Shu paytgacha juda ham ko'p psixoterapevtlar bilan ota-onam ishlashga harakat qilishdi men bilan. Seksologlarga ham bordik, psixologlarga ham juda ko'plar bordik. Ya'ni 2,5-3 yildan beri bolani bu holatdan qaytarishga harakat qilishlar, urinishlar ota-ona tomonidan bo'lgan. Ya'ni ota-ona shunchaki tashlab qo'ymagan. 17 yoshimda onamga aytganman. Onam meni gormonlarimni tekshirtirgan, hammasi joyida, psixologga olib borgan, qanaqadir nimalardir degan, lekin men to'g'risi uni tushunmaganman, tushunishni ham xohlamaganman. Meni realno tushunadigan psixolog emasida qanaqadir g'alati narsalarni gapirib aytgan. Undan keyin meni seksologga olib bordi, gipnoz qilishdi, hech narsa o'xshamadi. Va ayam dadamga aytishga majbur bo'ldi. Undan keyin meni o'qitishdi, tipa menda jin borday, balkim diyavol borday o'qitishdi, o'xshamadi hech narsa. Men o'zimda qolaverdim. Tipa men homoseksualman, qabul qilsang qadib. Undan keyin oxiriga chora qolmasdan uydagilarim meni psixoshkaga yoki bo'lmasam koloniyaga jo'natishmoqchi edim. Lekin hech qanaqa natija bermagan va asosiy nuqta ularda bu bolani tinch qo'yinglar. Ya'ni bu o'zgarmaydi deb ota-onasini qo'yishgan holatlar ham bo'lgan. Va u aytdi, menga hech narsa ta'sir qilmagan. Meni hech kim o'zgartira olmaydi va men bu narsaga 100% ishonaman. Nimaga kelding unda yonimga? Nima maqsadda kelding desam, onam xohladilar va nimagadir siz rasmingizni ko'rsatganda, mayli deb kelgim keldi dedi. O'zing nimani xohlaysan desam, bilmadim. 4,5 soat davom etgan konsultatsiyamizda Allohga behisob shukr aytaman. Shu 4,5 soatlik konsultatsiya jarayonida 8 yillik tajribasini nolga chiqarib va hayotga qaytarishga muvaffaq bo'ldim. Bu albatta qisqacha aytganda. Lekin bu nimadan kelib chiqadi? Tug'ma deyishimiz mumkin. Qaysidir bir travmalar oqibatida deyishimiz mumkin. Lekin hamma narsani yechimi psixologik tomondan ekanligini agar inobatga oladigan bo'lsak, demak buni yechimini qidirib topib va unga albatta zarba berishimiz kerak. Toki avlodlar, bizni ajdodlarimiz uyalmaydigan avlodlar rivojlansin. Butun oila tahlikada emas, qo'rquvda emas yoki uyatda emas, faxrlanib yashasin. Bunaqa odamlar ko'p emas, lekin bor. Bitta bo'lsa ham u bitta inson emas, butun millatni, butun bir insoniyatni fojiasi deb bilaman men.
bunday yoshda yigitlar, qizlar juda ham katta orzu maqsadlar qo'yishadi. To'g'rimi? O'qishlarga kirish, qanaqadir bir statuslarga ega bo'lish yoki bir qanaqadir joylarda sayohat qilish yoki nimadir moddiy narsalarga erishishga qiziqish. Bu yigitda hech qanaqa tayinli maqsadi yo'q. So'raganida, "Xo'p, hayotingni 5 yildan keyin qanday tasavvur qilasan?" deganimda, "Men chiqib ketmoqchiman. Chunki meni bu yerda hech kim qabul qilmaydi, hech kim tushunmaydi. Men chiqib ketmoqchiman butunlay." Yagona o'g'il. Ota-ona judayam islomiy oila. Judayam dinga qattiq qaraydigan oila va tabiiyki bunaqa yigitni qabul qilgisi kelmaydi. Ota-onasi bilan munosabati yaxshi emas, asosan otasi bilan uydan chiqib ketgan holatda, deyarli do'stlari yo'q holatda, shu yigitimiz shunaqa holatda edi. Lekin bugungi kunda men juda ham faxrlanadigan narsam, bugungi kunda juda ham ko'p maqsadlarga ega. Hattoki Rossiyada psixologiya yo'nalishiga, institutga kirib va aynan shunaqa insonlarni davolashda yordam beradigan, o'zini hissasini qo'shadigan inson bo'lib yetishishni o'zini oldiga maqsad qo'ygan va tez orada oila qurishni rejalashtirayotgan holatdagi yigitim. Ya'ni ikkalasini orasida bizani ya'ni konsultatsiyamiz, bizani ishimiz jarayoni davom etdi. Men bu konsultatsiyadan keyin juda ham ko'p o'ylandim. Hattoki ona sifatida, bir musulmon ayol sifatida, inson sifatida men bu narsani albatta olib chiqish kerakligini va bunga ko'proq e'tibor berishlarini xohlaganim uchun ham bu mavzuni ustida ishlashni boshladim. Ozgina qiyin bo'ldi. To'g'ri. Men hozir agarda shu yo'lda yurgan, masalan, yigitlar yoki qizlar bo'ladigan bo'lsa, men aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, bu oson kechmaydi. Lekin ilojsiz narsani o'zi yo'q. U bolada ham xuddi shunaqa narsalar bo'ldi. Orqaga qaytishga harakatlar bo'ldi. O'sha paytda unga psixologik podдержка kerak bo'ldi. Yechimini berganimizgacha bizga sabab kerak. Ya'ni qarang, muammo, masalan, siz ko'rayotgan kasallik bu natija, lekin ungacha bo'lgan jarayon bor. Ya'ni nima uchun bu bola bunaqa holatga keldi? Xo'p, tug'ma bo'lgan taqdirda ham bu psixologik holatda o'zini boshqarishga agar borib taqaladigan bo'lsa, demak, yechimni psixologik holatdan qidirishimiz kerakmi? 10 yoshdan boshlangan bunaqa hayot. 10 yosh bola biz uchun juda yosh bolaga o'xshaydi. 10 yosh bolaga biz yosh boladek qaraymiz. Vaholanki, bu bolaning hayotida aynan jinsiy munosabatlar boshlangan davr bo'lgan. Oilada yolg'iz o'g'il, finansiy tomonlama juda ham har tomonlama imkoni bor oila. Shu bilan birgalikda qattiqqo'llik bilan tarbiyalangan oila. Ota-ona qanchalik bu narsani bilgandan keyin cheklamasin, har qanaqa holatda bu narsalarga qayta duch kelavergan. Nega? Chunki ular faqat tashqi omil bilan ishlashdi, sabab bilan emas. Har qanaqa sabab bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani ayta olaman, travma bolaga ta'sir qiladi. Ota-ona bolani birinchi negizdagi insonlar hisoblanadi va mana shu insonlarning ta'siri juda kuchli. Ota bilan bo'lgan munosabat aynan meni mijozimga juda ham kuchli ta'sir qilgan. Otaga bo'lgan nafrat, otaga bo'lgan hurmatsizlik, otani onasiga qilgan nohaqliklarga bo'lgan kuchli bir qalb og'riqlari shu narsaga mukkasidan ketishga olib kelgan. Lekin agar tashqi faktor bo'yicha oladigan bo'lsak, bu narsa 10 yosh paytidan qiziqadigan holatda bo'lganda, ya'ni o'zidan boyroq 2-3 yosh katta bola bilan shu narsaga qiziqib, amalda qo'llab ko'rishga harakat qilishgan. Va bu sekin davom etgan. Eng qizig'i bilasizlarmi? Bu narsalar tashqarida bo'lmagan. Uyning ichida bo'lgan, oilada bo'lgan, lekin ota-onaning xabari yo'q. Va men bugun aynan passiv holat haqida gapirmoqchiman. Erkak bilan bo'ladigan holatda passiv bor, aktiv bor. Aktivlarni ozgina ajratish qiyin. Chunki ular aktiv bo'lgani uchun, dominant bo'lgani uchun ular turmush qurisha oladi. Lekin passivlar umuman bu holatdan yiroq bo'ladi va hattoki bu yigitga savol berganimda, qizlarni ko'rganingda nimani tasavvur qilasan? Qiz bola bilan o'zingni tasavvur qilsang nimani tasavvur qilasan degan jirkanaman. Qo'ynim ayniydi. Erkak kishiga bu juda ham g'alati holat, to'g'rimi? Endi men kasbim nuqtai nazaridan maksimal darajada ochiq bo'lishga harakat qilaman.
hozir hamma podrobностьlarni ayta olmayman, lekin biz u bilan gaplashganimizda aynan shu narsani aytdi. Ya'ni unda shu darajada ayollarga bo'lgan bir qanaqadir bir yaqinlik shu darajada to'silgan edi. Bunga ota-ona qanaqa qaragan? Onasi bilan suhbatlashganimizda bunaqa holatda albatta ona bilan yoki ota-ona bilan ham albatta suhbat olib borish kerak bo'ladi. Onasi bilan suhbatlashganimda bu darajada chuqurligini, hattoki uni munosabatlari jinsiy munosabatgacha yetib borganini bilmasligini aytib, juda ham shok holatiga tushib, yig'lab, endi nima qilaman deb juda ham tushkun ahvolga tushib qoldi. Men aytdim, xavotir olmang, to'g'rilasa bo'ladi. Faqat sabr bilan menga detallar kerak. Nima uchun bu bunaqa holatgacha yetib kelguncha sizlar bilmadinglar. Chunki bunaqa simptomlar bolalikdan bilinadi. Ya'ni passivlarda ayniqsa. Qiz bolaga o'xshab harakatlar bo'lgan. Yurishlarida, gapirish manyovrlarida, kiyinishlarda va ko'proq qizlarni orasida o'sganda qiz bolalarcha narsalar o'ynash, qiz bolalarcha bir qanaqadir bir nima deydi, aktivliklarga vовлечённость. Mana shunaqa holatlarda qaysidir ma'noda bir masxara qilish bo'lgan, qaysidir ma'noda shunchaki bir kulish bo'lganda, lekin bu bolaga bora-bora normal holatga singib borish boshlagan. Va yigit qizlarning orasida bemalol o'zini o'sha darajadagi sifatida his qilishni boshlagan. Chunki otani o'rni butunlay yo'q bo'lgan. Otani deyarli ko'rmagan. Deyarli ko'rmagan deganda qanaqa? Ota bor, bitta oilada yashashadi, lekin ota tashqaridagi munosabatlari bor, ya'ni boshqa ayol bilan va juda ham ko'p pulini tashqariga sarflash, bularga esa qattiq qo'llik, shunaqa holatlar bo'lgan. Psixologik holatda, ya'ni otaga nisbatan nafrat bo'lgan holatini tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Aytishingiz mumkin, otasiz o'sayotgan yigit qizlar bor-ku, normal holatda. Men bu narsani inkor qilmayman. Lekin yo'q ota bilan bor ota bo'lib turib, uni borligidan bahramand bo'la olmaslik bu kuchliroq travma hisoblanadi. Masalan, ota yo'q bo'lsa, ha, otam yo'q, o'shaning uchun men bu mehrini ola olmayapman deb bola qabul qiladi bu narsani. Lekin otasi bo'lib turib, masalan, deylik, uyingizda bir qanaqadir taomingiz borda, qorningiz och, lekin yeya olmaysiz. Faqatgina ko'rasiz. Sizda nima bo'ladi? Sizda agressiya paydo bo'lishni boshlaydi. Xuddi shunaqa holat ota bilan yaqinlik bo'lmagan. Ona ham ko'proq shu ota bilan olishish bilan ovora bo'lgan va farzandiga ko'pincha men aytadigan narsam, hech qachon farzandingizga otasini yomonlamang. Sizga qanchalik yomonlik qilgan bo'lsa ham. Bu bolada juda katta travma hosil qiladi. Ona ham xuddi shu xatolikka yo'l qo'ygan. Hattoki ortig'i bilan yomonlashga harakat qilishlar bo'lgan otani. Va oqibatda подсознательный уровень, ya'ni ong osti darajasida bunaqangi erkak bo'lmaslikka intilish paydo bo'lgan yigitda. Va otadan ololmagan mehr, e'tiborni u shu yo'l bilan o'ziga o'xshagan jins vakilidan olishni boshlagan. Men savol berganimda, nima senga yoqadi aynan bu jarayonda deganimda, eng qizig'i, bilasizmi, jinsiy munosabat haqida u ko'p gapirmadi. Oddiy xatti-harakatlar. Masalan, yuzimni silashi, boshimni silashi, yelkamdan quchoqlashi, menga yaxshi gapirishi, meni har qanaqa mavzuda qo'llab-quvvatlashi yoqdi. Ya'ni bu aynan otadan ola olmagan holatlar. Ota boshini silamagani, ota uni podдержка qilmagan, ota uni eshitmagan. Asosan psixologik holatda unga uni tushunilishi, uni eshitilishi kerak bo'lgan. Aynan erkak tomonidan shunaqangi holat bo'lgan. Bu jarayonni yechimini berganmiz. Shu darajada nafratlanadigan holatga kelgandiki, hattoki agar otasi o'lsa, nafaqat yig'lamasligini, hattoki xursand bo'lishini aytadigan darajada nafrat uyg'ongan. Bu albatta terapiya darajasiga olib boradigan bir patologiyaga aylanib qolgan. O'sha uchun ham juda ham ko'plab urinishlar besamara bo'lgan. Va ota-onaga bo'ldi, tinch qo'yinglar, bu yigit o'zgarmaydi deyishgan. Lekin psixologik travmani yechish oqibatida yigit nafaqat oilasiga qaytdi, otasini yaqin insoniga aylandi. Shunaqangi xursand bo'lib aytdi, men otamni shunaqa yaxshi ko'rar ekanman, otam meni shunchalik yaxshi ko'rar ekan, men otamga kerak ekanman degan holatlar bo'lishni boshladi. Buni faxrlanib, juda ham ko'p rahmatlar aytishni boshladi. Jarayondan o'tishda u bilan baravar hamnafas bo'lib o'tishga harakat qildik. E'tibor berishimiz bo'lgan jihatlar, ota tomonidan uni qabul qilinmagani unga yana ham
kattaroq udar bo'ldi va qaysidir ma'noda o'zini shunaqa holati bilan anglamagan holatda otadan o'ch olishiga ham sababchi bo'lgan. Ya'ni Dadamni o'lguday yomon ko'rardimki, men kitob olgandim. Jodu bilan shug'ullanmoqchi edim. O'sha kitob oldim. U jodu bilan shug'ullanish uchun har xil amulet, har xil shamlar oldim. Doska oldim, чтобы ritual qilish uchun. Keyin u narsani qilib ko'rmoqchi bo'ldim, hech qo'lim bormadi. Shunday yomon ko'rardim. Aytdim psixologimda, men dadam yomon ko'raman. ota mehr bermagan, ota farzandini qaysidir bir darajada ko'ra olmagan holatda ichidagi nafratini endi otani boshini egish bilan, otani boshqalarning oldida, jamiyatda oldida uyaltirish bilan o'ziga bir statusli o'rnini yo'qotib qo'yish bilan harakatlanish bo'lgan. Anglamagan holatda. Ya'ni bu narsadan buni faxrlanishi otani sindiradi, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda psixologik o'ch olishga ham yetib borgan. Oila qurish haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bolani fikri faqatgina chiqib ketish. Va eng quvonarli holati shunchalik osonmidi bu narsani yechimi, shunchalik yengilmidi. Shuncha yildan beri qiynalgandim. Ya'ni qiynalgandim ma'nosi otasiga bo'lgan nafratini nazarda tutdi. Nahotki bu narsa yechimi bor bo'lgan bir muammo edi. Ayniqsa onasini xursandligini so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Chunki ona uchun juda ham muhim farzandlarning o'rni. O'g'il bo'lsa voyaga yetgandan keyin uylantirish, qiz bo'lsa uzatish. Yana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Bu narsa faqatgina yigitlarda emas, qizlarda ham uchraydi. Nimaga? Aynan qiz bola bilan bir jins vakillar orasidagi sevgi va munosabatlar bo'yicha ham murojaat bo'lgan. Bu ham achinarli holat. Eng qizig'i, ota-ona bundan xabari yo'q va qizni turmushga uzatishgan bittasini, o'sha dugonalardan birini turmushga uzatishgan. Ikkinchi bo'lagi, ya'ni men bilan suhbatga kelgan qiz bu narsadan travmaga tushib, ya'ni depressiyaga tushib, aniqrog'i depressiyaga tushib, kasal bo'lib qolish holatiga kelgan. Ularning munosabati ham 5-6 yil davom etgan. Endi u qiz turmushga chiqqan, hattoki farzandli bo'lgan. Shu holatda ham bu qizni qo'msaydi, turmush o'rtog'i bor, farzandi bor. Bu qizga shoshiladi. Va endi o'zi turmushga chiqqan, lekin qanaqa qiynalayotganini bilib, bu qizni ham nimadir qilib turmushga chiqmaslikka undagan. O'zi ham xohlamaydi. Chiroyli, juda ham kelishgan qiz. Uchrashuvga chiqqani umuman yoqtirmaslik, umuman bir chetlab o'tish. Ota-onasi faqat urushadi. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Nimaga yo'q deyapsan? Ayta olmaydi ota-onasiga. Ko'rinishidan juda ham chiroyli, juda ham istarali, har qanaqa inson kelin qilish xohlaydigan darajadagi go'zal qiz. Lekin ichida shu og'rig'i bor. Bu narsani ham yechimini berganimizdan keyin u qizda ham travma, bolalikdagi travma qolib ketgan. Ota bilan, ona bilan bog'liq travma bo'lgan unda ham. Endi men ikkinchi tomon bilan gaplashmadim, lekin bu qizda shu holat bo'lgan. Va shuni yechimini bergandan keyin aynan ona bo'lishga qiziqish, uy bekasi bo'lishga, turmush o'rtog'ining ayoli bo'lishga qiziqish normal holatdagi qizlar darajasiga yetib keldi. Va hattoki 2 haftaga qolmasdan, ya'ni o'sha sovchilardan birini tanlab turmushga chiqishga qaror qildi. Hamma narsani yechimi psixologik holatimizdan deb bekorga aytmayman. Ilojsiz narsani o'zi yo'q. O'limdan boshqa narsaning iloji bor. Faqatgina buni sababini to'g'ri topib va to'g'ri yechim berishimiz kerak. Ota-onalar, yana hali yigitga qaytadigan bo'lsak, e'tibor bering. Farzandingiz kim bilan vaqt o'tkazyapti? Qanday vaqt o'tkazyapti? Men hozir yana bir marta aytib o'taman. U bolada birinchi tajribalar va asosiy holatlar aynan uyda bo'lgan. Boshida uzora qarindoshi bo'lgan. Keyin qo'shnisi bo'lgan. Undan keyin o'qishga ketganda
kursdoshlari bo'lgan, kursdoshlarning orasida bo'lgan. Hattoki bir ustozi ham bo'lgan ularning orasida. Bolani cheklash, bolani siqish bu muammoni yechimini bermaydi. U bolani telefonni olib qo'yishgan. Sen telefonda shunaqa bir nimalarga kirib qolyapsan, oqimlarga kirib qolyapsan deb o'ylab olib qo'yishgan. Lekin u o'zi kulib yetib beryapti. Bu menga hech qanaqa xalaqit bermagan, chunki qo'shnim bor edi-ku. Undan keyin o'qishga jo'natishdi. Ya'ni jiddiy o'qishga, endi aynan qaysi o'qishganligini aytmayman, jiddiy o'qishga jo'natishdi. Qattiqqo'llik bilan bo'ladi, qattiqqo'l ustozlar bo'ladi. Vaholanki bitta xonada turadigan bir yigit bilan bemalol bu narsa davom etgan. Undan keyin yana bir uzoqroq joyga jo'natgan paytda bu yerda ham bitta xonadoshi bilan xuddi shu munosabatda bo'lgan. O'qishga qiziqishga majburlab qaysidir kurslarga berishgan paytda aynan o'sha joyda xuddi shunaqa yigit bilan tanishib qolgan. Ko'ryapsizmi? Ya'ni biz qanchalik bolani cheklab, xuddi shunaqa uni bir siquvga oladigan bo'lsak yoki bo'lmasa uni qamab qo'yadigan bo'lsak, bu narsadan chetlashtiramiz, bu narsadan nima deydi, qaytaramiz deb o'ylaydigan bo'lsangiz, katta xato qilasiz. Bu qaytanga kuchaytiraveradi. Har doim aytaman, biz o'zimizni ichki holatimizni tortamiz. Ya'ni bolani ichki holatida, ongida aynan shu narsa shakllanib bo'lgan va qayerga borsa, u o'ziga xuddi shu sharoitni yaratib olavergan. Bu sharoitni yaratib beradigan yigitlar ham paydo bo'lgan. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, agarda sizni farzandingiz shu yo'nalishda bo'lgan bo'lsa yoki sezayotgan bo'lsangiz, bolangiz bilan til topisha olmayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam lecheniyalar olib borib va uni natijasini ko'rmayotgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Bu narsaning yechimi bor. Psixologik holatda birinchi o'rinda bolangizni itarmang. Bolangizni qabul qiling. Unga tushuntiring. Har qanaqa holatda men seni qabul qilaman. Har qanaqa holatda men seni yaxshi ko'raman. Sen meni farzandimsan. Sen meni dunyodagi eng qimmatbaho boyligimsan. Lekin seni baxtli bo'lishingni xohlayman. Va mana shu gaplar bilan u farzand o'zini kerakli ekanligini his qilsa, har qanaqa holatda uni qo'llab-quvvatlaydigan ota-onasi borligini agarda anglab yetsa, u o'ziga yo'l topishni boshlaydi. Xuddi bizning qahramonimizga o'xshab, o'ziga maqsadlar qo'yadi. O'ziga aniq yo'nalishlarni tanlab oladi. Va bugungi kunda O'zbekistonda emas, Rossiyada bo'lsa ham o'sha yigit bir o'zi turadi va bitta narsaga ahamiyat beringlar, u bolani deyarli o'rtoqlari yo'q edi. Deyarli yo'q edi. Ya'ni normal holatdagi o'rtoqlari yo'q edi. Maktabda o'qigan paytda ham, litseyda o'qigan paytda ham yo'q edi. Hattoki kursda ham asosan qizlar bilan bo'lgan. Eng ajablanarlisi, o'sha qizlarning orasida ham xuddi shunaqa seksual orientatsiyasi noto'g'ri qiz o'rtog'i bo'lgan. Bir emas, ikkita. Ko'ryapsizlarmi? Bugungi kunda u boshqa davlatda, boshqa shaharda, institutda o'qiyotgan holatda bo'lsa ham, atrofida haqiqiy yigit o'rtoqlari bor. Haqiqiy podдержка qiladigan va uni qiziqishlari ortdi. Mashinaga qiziqishni boshladi, adasini bizneslari bor edi. Bizneslariga umuman qiziqmas. Bizneslarini qanaqa rivojlantirish haqida o'ylashni boshladi va shu psixologiyani chuqur o'rganib, o'zi birinchi kursni bitiryapti institutda, chuqur o'rganib O'zbekistonda shunaqangi insonlarga yordam beradigan klinika ham ochishga qaror qilgan. Chunki finansiy tomondan imkoniyati bor oila va juda ham ko'pchilikka yordam berishni xohlab, hattoki hozir o'zida ham yaqinda gaplashganimizda ham ikkita uchta o'rtog'ini qisman bo'lsa ham shu narsadan olib chiqib keta olishga sabab bo'la oldi. Ya'ni 100% chiqib ketdi deb ayta olmayman Manzin opadada, lekin ancha bu narsadan pasayib, ancha to'g'ri hayotga o'tishni boshladi. Men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman. Shunchaki farzandingizni kuzating. Farzandingizni nazorat qiling. Kim bilan do'st bo'lgan? Kim bilan vaqt o'tkazyapti? Qanday vaqt o'tkazyapti? Uyda bo'lgan taqdirda ham uyda-ku, tinch-ku deb shunchaki o'z holiga qo'yib qo'ymang. 10 yoshli bola agarda shuni uddasidan chiqqan bo'lsa, ya'ni hech kimga sezdirmaydigan holatda 8 yildan beri shu hayotni yashashini hech kim hattoki xayoliga ham keltirmagan. Shunchaki xarakteri shunaqa qiz bolaga o'xshaydi, qiz bolacha gapiradi, qiz bolacha unda o'sha shu darajagacha yetgandiki, hattoki qiz bolalarga o'xshab ichki kiyimlar kiyishga ham qiziqishlar paydo bo'lgandi.
Bu albatta juda ham qo'rqinchli holat. Va bunaqa holatni bilganda, hattoki qarindoshlari ham uni uydan chiqarib yuborishgan. Ya'ni hech kim qabul qilmasligi boshlangan. Lekin faxrlanib aytadigan, xursand bo'lib aytadigan narsam bugungi kunda normal hayotga qaytgan va orzulari, maqsadlari juda ham ko'p yigit va ota-onasini baxti bo'la oladigan, otasi bilan shunaqangi zo'r munosabatda uydan chiqib ketganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda hozirgi kunda, ya'ni uzoqda bo'lsa ham har kuni ota-onasi bilan muloqotda bo'lib turadigan, ota-onasini faxri bo'la oladigan, ota-onasi har doim mani farzandim deb faxrlanib gapiradigan yigit bo'lishni, o'g'il bo'lishni orzu qilib, maqsad qilib va o'sha yo'nalishda harakatlanadigan inson sifatida bugungi kunda men uni ta'riflay olaman. Diqqatli bo'laylik, e'tiborli bo'laylik. Farzandimiz Alloh tomonidan berilgan bizga omonat hisoblanadi. Omonatni qanday asrash kerakligini juda yaxshi bilamiz. Farzandni faqatgina urib, urishib cheklash emas, unga do'st bo'la olib va uni qo'llab-quvvatlashimiz bizni eng katta vazifamiz hisoblanadi. Har qanaqa holatni agarda sezgan yoki bo'lmasam his qilgan bo'lsangiz, bu joyda mutaxassislarga murojaat qiling va albatta farzandingizni qo'rqitmaydigan, yopilib qolmaydigan qilib narsani o'zgartirsa bo'ladi. Siz balkim eshitmagandirsiz, ko'rmagandirsiz, lekin men shu yigit bilan gaplashganimda telefonida 3 ta prilojeniyani ko'rsatdi. Ya'ni bu degani shunaqa prilojeniyalar orqali ular tanishishar ekan, ular gaplashishar ekan. Farzandingiz telefonini tekshiring. Men nomini bilmayman, to'g'risi, qanaqa prilojeniyalarligini, lekin tekshiring. Notanish prilojeniya bormi? O'sha narsani ochishga harakat qiling. Farzandingiz qanaqadir bir sekretni bir nimalarda agarda suhbatlarda yurgan bo'lsa, uni tekshiring. Nima, qanaqa, kim bilan? Biz faqatgina yomon bolalarga qo'shilib qolmasin deb, ya'ni bezorilik yoki bo'lmasam bir ur-surlarni o'ylaymiz. Lekin bu undan kuchliroq ofat. Chunki buni sezmay qolishimiz mumkin, buni bilmay qolishimiz mumkin. Va ertaga oila qurgandan keyin ayolini qabul qila olmaslik, ayolini chunki ayta olmaydi. Men unaqa emasman deya olmaydi. Ota-onasi majburlagandan keyin uylanadi, keyin ertaga ayoli bilan chiqisha olmaslik yoki ayoli bilan jinsiy munosabatlarda katta muammolar, hattoki farzandsizlik holatlari duch kelishi bu bugungi kunda juda ko'p uchrayotgan holat. Aslida bularning sababi shular. Hattoki shunaqangi bir jamiyatlar, klublar, sektalar bor ekan, ularni birlashtirib turadigan, ularni jipslashtirib turadigan. Ularning orasida har xil yoshdagilar bor. Yosh kattalar, yoshlar, talabalar ham bor, maktab o'quvchilari ham bor. Har xil yoshi darajasidagi har xil insonlar bor. Eng achinarlisi juda ko'p bu narsani masalan qabul qilinmaslik yoki bo'lmasam atrofdagilar tomonidan bir ustidan kulishlik yoki bir jirkanishlik holatlari yuz berganda, u endi shu narsadan chiqa olmasligiga ishonch hosil qilgandan keyin hamma ham bu narsadan faxrlanib yurmaydi. Kimdir o'zidan ayb qidiradi. Nimaga endi men shunaqa bo'la olmayman, nimaga meni qabul qilishmayapti? Bu ko'pincha suitsid bilan ham tugaydi. Ya'ni o'zini hayotiga qasd qilish bilan. Shunaqa holatlarni oldini olish uchun diqqatli bo'laylik, ogoh bo'laylik. Farzandlarimiz bizni kelajagimiz va eng unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa Alloh tomonidan berilgan omonatligi. Omonatga chiroyli qilib o'zimizni sabrimiz va o'zimizni kuchimiz boricha e'tibor beraylik. Qayta xato qilaverdim. Qayta o'sha yo'lga kirib ketaverdim. Jitta realno 10-20 marta bo'lsa kerak. Lekin har doim meni olib chiqdi o'sha vaziyatdan. Yig'lab nima qilishimni bilmaydigan vaqtlarim telefon qilib, hol-ahvolimni so'rab, bunday qil, mana bunaqa bo'ladi, sen tushkunlikka tushmagin deb, realno xuddi o'zini bolasini qaraganday menga qaradi. Men hurmatga ega, realno men u odamni juda ham qattiq hurmat qilaman. Cheksiz minnatdorman u kishidan.